Mana bu ham basanoshka, mana bu ham basanoshka. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugungi mavzuyimiz basanoshkalar haqida bo'ladi. Xo'p, basanoshkalarda 3 xil, 4 xil variantlari bor, lekin pishiqligi, puxtaligi yoki bo'lmasa oyoqqa foydaligi kam. Endi asosan basanoshkalarda quymali va terili olgan ma'qul. Terililarda eskidan uslubi ko'rishlaringiz mumkin. Basanoshka bilan cheshkani uslubida ishlangan. Bu velikan razmer basanoshka. Razmerlari 44-46 gacha bo'ladi. Bizda 45-46 ham bor. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin razmerlari. Xo'p, padojlariga kelsak, padojlari quyma bo'ladi. Tayyor siryo keladi, quyiladi. Materiallari ustlari terilik bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Mana ustlari terilik, mana ichlarigacha terilar bilan ishlangan. Havo yonlaridan ko'rsangiz ham mana ochib qo'yilgan. Asobiy ishlangan teridan bo'ladi. Egiluvchanligi juda egiluvchan. Mana bemalol harakat qilgani ham qulay, oyoqda terlatmaydi. Behijolat. Eng afzalligi shu. Misol bir xilga oyoq kiyimlarda tor bo'lib ishlanadi, podiomi sig'may qolishi mumkin. O'shaning ehtimolidan oyoqlarda qadoq hosil bo'lishi mumkin. Lekin bu oyoq kiyimni kiyganingizdan keyin umuman qadoq hosil bo'lmaydi. Nimaga desangiz, podiomlari keng ishlangan, yonlaridan ham havo o'tib turadi. Mana alohida setishni qilib ishlab qo'ygan. Misol havo o'tkazishlarini ham alohida ishlagan. Juda chiroyli qilib ishlangan. Ustlariga fason qilib mana terini o'rtasidan qilgan, hali yonidan ishlanmagan, qirog'idan undan bundan qilmagan, terini o'rtasidan qilgan. Pishiq bo'lishligi uchun, puxta bo'lishligi uchun chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, razmerlari boya aytib o'tganimdek 44 dan 46 gacha razmer bo'ladi. Puliga kelsak 165 ming so'm bo'ladi. Velikan razmerlarimiz butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Bemalol telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'p, navbatdagi basanoshkamiz bu ham yoshi o'rta yoshlarga, yosh kattalar uchun moslab chiqarilgan. Xo'p, taglariga terilar bilan ishlab tayyor mana ko'rishlaringiz mumkin. Pataylariga ham alohida ishlagan. Pataylari chiqib ketmaydi. Yalangoyoq holatda kiysangiz ham bo'laveradi. Buni ham bemalol avval qaytarilaveradi, lekin buni burchagini ezib kiyib bo'lmaydi. Nimaga uni deyapsiz siz? Asosan o'sha tufli fasonda ishlangan. Shimlar bilan ham bemalol kiysa bo'ladigan qilib ishlangan. Mana fasondagilarda ko'tini ezib kiysa bo'laveradi. Mana ko'rishlaringiz buni ko'tini ezsa bo'laveradi. Lekin buni ko'tini tufli fason qilib ishlagan, ezib bo'lmaydi. Hali yorilish hosil bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Mana maytdan chiqib ketish ehtimoli katta. Lekin bularni bemalol ezib kiysa bo'laveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Lekin buni ezib bo'lmaydi. Xo'p, yonlariga rezinkalar qo'yilgan, asobiy, mana ko'rishlaringiz mumkin. Cho'zilib qaytarilaveradi bemalol. Fasonlari ham gulli fason qilib, hozirgi yangicha usulda bishipkalarni chiqarib, bemalol o'sha hozirgi zamonga, makonga moslab chiqarilgan. Puxtaliklari ham puxta, xizmatlari ham yaxshi. Bu ham aytayapmizki, qayta aytayapmiz, yalangoyoq holatda ham kiysa bo'laveradi. Qaytalik kiysa ham bemalol bo'laveradi. Plastik fasondagi shimlarga ham yaxshi aytadi. Jinsa fasonlarga ham bemalol aytaveradi. O'sha 30 yoshdan yuqori bo'lgan yoshdagilarga bemalol tavsiya qilsa bo'ladigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Razmerlari 40 dan 43 gacha chiqadi, lekin razmerlar to'liq chiqadi. Misol 40 razmeri ham bemalol o'sha 40 razmerga tushadi. Ba'zi bir poyabzallarda o'sha 39-40 razmerlari 41 ga tushishi mumkin yoki bo'lmasa 42 razmerga tushishi mumkin. Bularda unaqa narsa bo'lmaydi, razmerlar to'liq chiqadi. Misol oyog'ingizga misol zakaz qilib bersangiz ham misol to'liq razmeringizni aytaverasiz, bemalol chiqarib yuborilaveradi. To'liq misol nima deydi, oyoqqa tushaveradi. Xudo xolasa behijolat, taglari chiqib ketmaydi. Narxlari o'sha 165 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor. Buni ham pastda telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Xo'p, navbatdagi basanoshkamizga aytib o'tsak, o'tgan safargi videomizda ham aytib o'tganmiz. Ko'tini bossa bo'ladi. Yonlari ham rezinkalik, tepalari gul fasonda ishlagan. Misol tapichka fason qilib ishlangan buni ko'proq. Ishlashlari zo'r, terilari juda qattiq oshlangan, yumshoq. Bemalol bukiluvchanligi ham bemalol, padojlari ham alohida ishlagan. Qancha bukilsa bo'laveradi. Misol ba'zi paytda mana bu narsalarda yoni yorilib ketyapti bu deydi-yu, lekin bunaqa narsalar bularda bo'lmaydi. Chunki teriligini hisobiga juda chiroyli va egiluvchanga xos qilib ishlangan. Hali ko'proq terini ishlagan. Misol bir xilgi materiallarda terini ishlamasdan ham shunday qo'yib qo'yilaveradi. Bularda alohida ishlangan, yo'nilgan, hali yumshoq qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin.
Bundan tashqari bosonojkalarimiz, tapchkalarimiz, har xil assortimentdagi mahsulotlarimiz bor. Pastga telefon raqamlarini yana takror aytaman, yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan o'sha Tavra magazindan video qo'yapmiz. Iltimos videoga like bosing, obuna bo'ling. Ma'qul kelgan bo'lsa mahsulotlar qo'ng'iroq qilsangiz, albatta O'zbekiston bo'yicha chiqarib yuboramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.